Xo'p. Siz ismingiz kim? Muhtardansiz. Muhriddin aka? Body kamerangiz yo'q, sizni o'zi tanishtirganingiz ham yo'q menga. Hujjatlar qoldi. Hujjatlarni berasizmi, bermaysizmi? O seni hujjating beraman. Yo'q, siz oldingiz-ku mendan hujjatim, to'g'rimi? Berasizmi, bermaysizmi debman-da. Bermaysiz. Hujjatlarni so'rayapman, berasizmi, bermaysizmi debman. So'ra. Yo, mayli, syomkani olib kelishni kutib o'tirmayman-ku men aka, to'g'rimi? O'tirmaysiz? Ha. Nima qo'ydim? Gayni planshetda bo'lsa, tekshirsin-da aka. Men protokolni qilib bersin. Mayli, qoida buzgan ko'rdingizmi? Yo, sen bizga aytyapti, biz. Yo'l aytgan bo'lsa-ku, o'sha odam kelsin yoki syomkani tashlasin-da, jarima yozib bersin akajon. Bo'ldi aka. Bo'ldi, endi Telegramdan tashlab berishni kutib o'tiramizmi biz? Nima uchun kutib turamiz? Hujjatlarni berasizmi yo'qmi aka? Hujjatingizni bermayman, qoidabuzarlik Bermaysiz. Siz ham bermaysizmi aka? Chaqiring xodimlarni. Ketdik Bobur aka. Prokuraturaga beramiz hujjatlar. Aka, sizni body kamerangiz ham yo'q, sizni ruxsatingiz kerak emas menga.